Xudo xolasa cheklanmagan miqdorda sotib oladilar. Sizga bir ish yerdan do'kon ham ochib beramiz desak, yo'q deb turibdi. Turkmanistonning milliy choponimi, Turkmanistonniki bu? Ha? Turkmanistonning milliy choponi. O'tirsangiz bir opabi. Hop. Reklama bo'lib turibdi. Men o'ylashim bo'yicha bu yerda endi jahon bozori bo'lgandan keyin bu yerda Turkmaniston, bu yerda O'zbekiston milliy brendlar sotiladi. Xudo xohlasa ancha-muncha arzon bo'ladi. Shovot tumanidagi bo'lib turgan yangiliklarni ko'rib turibsizlar. Xudo xohlasa 2030-yilgacha Shovot tumanini donib bo'lmas darajaga olib keladilar, xudo xohlasa. Sizlarga shu ichondagi narx-navolarni ko'rsataylikmi? Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiringlar. Bu yerda o'rtoqlar ko'rib turganlaringizdan, shu darvozadan o'tsangiz Turkmanistonning chegarasi, Turkmanistonda qarindoshlar bo'ladigan bo'lsa, endi bu yerda bozorda bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Shu choponimizni yana Turkmanistondan olib kelib 450 ming so'm deb turibdi. Qayting desa qaytmaydi debdi. Shu yerda shopirlar, shopir bratlar olamiz deb turibdi. 300 dan so'radilar o'xshaydi. Bermaydi debdi. Xudo xohlasa 17-noyabr kuni shu jahon bozori ochiladi. Bu bilasizlar, Turkmanistonning shu O'zbekiston bilan chegarasida yangi jahon bozori ochildi. Bu yo'limiz Shovot Qalaga ketadigan yo'limizni yarmi asfalt bo'lmayapti edi. Bu yerni yarmini taqlabdilar. Qolganini xudo xohlasa tez kunlarda yana ham shu bozor ochilaman deguncha uzatar ekanlar. Bu yerda furalarni turadigan parkovkalar ham taqlanibdi. Bu yo'llarimiz ham ancha-muncha demak zamon talablarına javob beriladigan bo'libdi. Xudo xohlasa endi bu yerga kelishimizdan maqsad bozorning ichine girib, jahon bozorini sizlarga xudo xohlasa yaqindan ko'rsatamiz. Bugungi video roligimizda xudo xohlasa bir dana like ni bosib qo'ysangizlar, ajoyib bir manfaatli video rolik bo'ladi. Ketdik esa. Bozorimizga giraverish parkovkasi. Yamandan ham, bu yandan ham o'tib, to'g'ri mashinalarni shandam qo'yishingiz mumkin va yana bu parkovkasidan qo'yishingiz mumkin. Giraverishda to'g'rida elektromobillarni quvvatlash zapravkalar ham bor ekan. Bemalol mashinalaringizni zaryadga qo'yib, undan keyin bozorliklaringizni qilib, xudo xohlasa yetaverasiz. Bu yon tarafdan o'tib giraverasiz. Ichida endi kompleksda juda ham katta, bu yerda milliy taomlar, shu polniy gilam do'konlar, turkman pechatli g'olalar endilikda ko'payadi deb o'ylayman men. Ichondan sizlarga ko'rsatishni boshlaymiz esa. Hurmatli vatandoshlar, bu yerda yana girish bo'ladi, bozorimizga girishi, bu yerda chiqish bo'ladi ekan. Terazi o'xshaydi bu. Terazimi bu? Ha, avtomobillarga yuk mashinalarga keladiganimizda, mashina ichidagi yukni o'lchanib keyin o'tadi o'xshaydi. Bilmayman, lekin aniq. Shunday bo'lsa mumkin. Terazi qo'yibdilar, girish qismini avtomobilga keladiganimizda terazida o'tadi. Yana bilmayman, lekin bu yerda darvozadan to'g'ri kelganingizdan keyin gilam mahsulotlari deydi, hali unumlari deydi, turkmanchasi va o'zbekchasi yozilgan. Bu yerda mashinalarni keyin tekshirib o'tiradilar o'xshaydi-da. Dalshi bu yanimizda yana mebel mahsulotlari deydi. Mebel unumlari. Bu yerga kelganlarsang turkmancha ham o'rganib ketaverasizlar ekan. Charm koja narsalar sotiladi ekan bu yerda. Charm unumlari deydi turkmanchasini. Shunday gap so'zlar bu yerda. Şimdi giraverishingizda chap tarafingizda magazinlar bo'ladi ekan. Bu yerda mahsulotlar sotiladigan bir narsalar. Bu yerda bir katta savdo majmuasi qad ko'tarilibdi. Bu yerda shu produktlar sotiladi menimcha. Kershka, piyoz, hamma narsalar aynan shu yerda sotiladi. Xudo xolasa ichondan sizlarga ko'rsatamiz. Yanımızda yine 17-chisla günü açılады deydi. Şu 17-chislaga xudo xohlasa tayyorgarlik. Hamma joyda uborka, tozalash ishlari va ichanda o'zi pavilyonlarda narsalar yoyilib boshlanibdi. Ayollarimiz hamma joyni chinni qilib yollarib turibdilar xudo xolasa. Bu yerda shunday produktli narsalar sotiladigan bozor qad ko'tarilibdi ham. Ko'rishingiz mumkin. Kershka, piyoz deysizmi, boshqa narsa deysizmi, hamma narsa aynan shu yerda bo'ladi. Bu yerda mana bu yerda avtozapchas do'konlar ham bor ekan. Chexollar, antifrizlar. Bu yerda xullas hamma narsa sotiladi ekan. Ko'rishingiz mumkin, turli-turli burunchlar aynan o'zimizni
savdo deysizmi, son deysizmi, gel deysizmi? Xullas hamma narsa bor ekan. Yanda xaruzlar deysizmi? Kediler yine. Kakştik, şimdi kızıl setkelere salıngan. Alasızdan götürüp gidiyoruz. Xullas beyanımızı bu şimdi produktlar satılan yer. Ben taraflarda göçem hemen nerse buladı. Şıkılap. Ese ben tarafına gidelim yine. Arka tarafta yine şu magazinleri var. Bu da kalasa ben oylaşım boyunca narx, nava bir de nispeten arzarrak buladı mənimcə. Bir anda yine kollarımız durdu. Keyingi videoroliklərimizdə şu videorolikimizin prosmotorları yaxşı buladı olmasa, Xuda xahlasa keyingi videoroliklərimizdə sizlərə narx, navaları bilen birgelikdə göstərimiz. Şimdi benden çıkıp şəpə gedəmiz, bir anda yine magazinləri var. Anda yine dermanxana var ekan. Dermanxana. Darixana. Apteka. Derman. Derman apa получается Türkmençe ad ekan da o ha. Şimdi Derman apa da gelle boladı olmasa Dara apa. Dara apa boladı ekan da. Bir anda şimdi dökalları bax, Xuda xahlasa içanından göstərəmiz. Bir an tərəfdən ötüb dalış gedədə olmasaq türdə nəsə var ekan, adı nə idi onu? Çegaradan ötədə onun illəri var ekan. İndətib barıb arğından girədəydik, üzür. Xullas işürdən, yəni arkadan ötəsidən çəp oynalıb türə gedədə olmasansa Türkmenistan tərəfə, yəni çegara nəsə var ekan, şuradan. Aslan pasport kontroldan ötüp gelin öğrendi. Ne yok ekip mi? Aryanla Türkmenistan'ın satılıp durma vəzlərini bemal Şamdan xarid qılıb alsanız mümkün bu arada yəni dağlaza. Şuradan ötəsi də belirlənəm. Bir nərsədə qoyulub satılsa gerek. Bir yana su səpib tapdız ətib qoydular. Görüşəyiniz mümkün. Erçələrə şəkillənib bərib çıraylı kleyib qoydular yine. Öte derecede güzel. Dalşı getəsək, yəni şu türə barasıdan 10 kolda şurada çegerasıla oturarken pasportun kontroldan ötüp ana bir yanında Xuda xahlasa Türkmenistanlı Cahan bazarına ötüp xaritlarınızı əmələ aşırışlarınız mümkün buladı. Yine bu mənzərəyə nə deyirsə ortaqlar, yine bu mənzərəyə nə deyirsə. Yine Maytkami bir de memuriyet. Bu Anuzdanyadan ötüp şöyle pasportun kontroldan ötese de imanda yine Türkmenistanlı bazar tərəfi. Aşağıdan Xuda xahlasa arzallaşdırılğan nərsələrini xarid qılsanız mümkün buladı. Ne deyirsə ortaqlar, şimdi bazar bopdu. Xuda xahlasa 17 noyabr günü rəsmən açıladı. Bəlkə muhterem prezidentimizin özlərinin təşrif buyuruşu mümkün. Kim bilədi? Biləsizlər prezidentimiz Şevket Miramonoviç Mirziyoyev kütülməgəndə təşrif buyurusunu yaxşı görədi. Əcəb emas, bir adam gəlib özləri rəsmən açıb bərk geçişləri mümkün bir yerdən, yəni görüşləriniz mümkün. Özlərimizin şort əkəm asılıbdı hətta ki. Şorta kördə. Şimdi gəplə, İbyan tərəfdən ötəsidən çegaradan ötüb aşağıdan Türkmenistandan nərsələrini xarid qilish mümkün. Bugünkü videoroligimiz şulardan ibaret. Eğer bugün videoroligimizə maksimal derecede like'larını basıp Xuda xahlasa kommentariyada öz fikirlərinizi qaldıradan olsanızsa 17 çisla günü, yani 17 noyabr günü ushbu Cahan bazarımız açıladı ve
İçandan sizlərə narx-navalarını göstərişə hərəkət qılamiz. Mən o'ylashim bo'yicha bu yerda endi jahon bozori bo'lgandan keyin bu yerda Turkmaniston, bu yerda O'zbekiston milliy brendlar sotiladi. Xudo xohlasa ancha-muncha arzon bo'ladi. Endilikda mana shu bozorimizning orqasidan, ya'ni shu muhtaram prezidentimizga ham katta rahmat aytamiz, chunki aynan shu jahon bozori ochilish munosabati bilan Shovot tumanidagi bo'lib turgan yangiliklarni ko'rib turibsizlar. Xudo xohlasa 2030-yil achalim Shovot tumanini donib bo'lmas darajaga olib keladilar, xudo xohlasa. Bunga ham albatta shu prezidentimiz xudo xohlasa tashabbuslari bilan shunday ishda bo'lib turibdi. Bunday bozorlar albatta xalqimizga ancha-muncha shu tirikchilikni ancha-muncha yordam beradi. Shuncha xalqimizni fuqarolarini xudo xohlasa ancha-muncha ish o'rinlari ham ochildi. Videomizni qo'llab-quvvatlanglar, o'z shaxsiy fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Xudo xohlasa sizlarga shu ichondagi narx-navolarni ko'rsataylikmi? Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiringlar. Men tug'ilgan ko'hna voha shuhratin olam bilar. Köp zamondin köp şu aramga ash'or bittilar. Dang'ini men ham jahonga kuylabona kim kelar. Xorazm farzandiman men, Xorazm farzandiman. Dang'ini men ham jahonga kuylabona kim kelar. Xorazm farzandiman men, Xorazm farzandiman.